Всем assalomu alaykum do'stlar, yaxshimi, tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun biz sizlar bilan bir kunlik rolik olamiz. Bir kunda nima ish qilishimiz kerakligimiz. Ham YouTube'ga uzun bo'ladi bu, ham keskin Instagram, TikTok uchun 1,5-2 minutlik beovoz, bezgovuz shunaqa olamiz. Moskva oblastida havo 14 gradus, yomg'ir chatashyapti. Ne kadar ucuzlarına taraflar, gullar, malbeyan. Pastga tushamiz endi. Ana aytib pastda uje shaklanmadir topga bugun bayramchang qilishgan. Mana bu yoqlar. Ana daraxt chang chiqaryapti, chang bo'lyapti. Hamma joy sarg'ayib ketgan. Olchalar uje gullagan. Biz esa maytdan suv olay turgan kadrimiz bu, shuni olamiz. Endi ketdik. Endi esa bular bo'ldi. Endi biz bu yoqqa o'tib shaklarni xabar olamiz. Shaklar завтра нормально kaftar durga. Жалко umru. O'ldirib qo'yibdi. Bahor kelyapti, narsalar ushlayapti endi bular. Bizga hozir mana bu kerak. Mana shu musurligini qaraylar. Mana buni toza qilamiz. O'ng territoriyani. Ana bet tozalab oldi. Bu yoqqa ham mana top-toza bo'ldi. O'zi ham toza yomon qo'yilmadi, mana bu bilan qirib qani. O'zini mana bunday qilibdi. Narsani to'pga urib qo'ydim. Mana bu yoqni ham toza. Bitta mana shu. Mana shu. Chiqib maydir. Bir kunmas bir kun shu şeylarga yem bo'lib ketmasa bo'ldilar. Hozir shunga borganimdan kirib ketadi. Mana. Zzz deb yoqqa qo'chadi.
Maytdan sakin. Birinchi vaqtda kirolmasdi boshida. İçkarida yurar jimgina toba qildim. Mana shu boshladim. Maytlar mana bu yoqqa qaraganda bo'limaydi, mana bunday degandan ko'ra bunday qilib qarib chiqyapman. Shag'larni ichida sol durusini mana shuda faqat qo'lga o'rgangan. Qolganlari uncha kelmaydi. Balasi ham bor. Inakda kelib turadi, bo'lmasam vobshem kelmaydi. Yana ikkita bor, ular ham asta o'rgansin. Avval bittasini biz boqqandik, kichkinachasini biz berib o'rgandik, o'sha katta bo'lib kelib tanimayapti. Pat. To'xta, pat. Ana o pishayda qaraylar mana turishini. Endi yaqinda olib kelgan 3-4 kun bo'lgan. Chek kelmaydi. Ya'ni burchak-burchakchalardan bo'ylab yuribdi. Yaxshi shetda ekan. Mana yoqda qish oyi nima fevralda qilgandim. Mashti polni tozalab chiqqanim on devolda. Maytga unaqa o'ralib, manda qanglab o'ribdi. Zichib ketganda polni tozalamay chista qilgandim. Salbet bo'limini, albet ham qirib olsam. Bo'ldi, nima ko'rsatib chiqasizlar. Mana maytlarni tozalayman. Yomg'ircha boshladi-ku. Mana endi mana bu yoqni tozalaymiz mana. Bunda betam normalniy. Normalniy betam musur. Barglar yig'ilgan. Mana shu ham toza endi. Ammo joy chista bo'lyapti. Nima aytdi hozir? Mana varchalarni tagini olsam, qarasam, o'rtani keyinsiga qarab olaman, tamom. Shazlonlar turibdi. Avtobda zagar olishga bu normalniyda. Archalar mana. Chiroyli archachalar. Mana bu archachaga mana o'tgan yil mana shu vaqtda ekilgan mashina. Hali o'zgardi. Mana bu archalar, qarang, tepasi ujmon ketyapti. Mana archa ham yomon kechib nima qilaydirgan. O'saydirgan archa. O'zi buni mana uchidan maytdan o'sish to'xtab yonidan o'syapti.
Yondan chiqqan sho'ximdan balam ketgan. Mana uch to'xtagan cho'g'im buni. Mana archa ham zo'r. Mana kuzda yomon barq tugadi. Bu archa. Bitta archa silashga ko'p. Ham havo ham bitta fashion vipda. Ana archa avval ko'rmagan odam esa plasmasga o'xshaydi, ko'k archa. Bilishgandim, plasmassamni o'ylagandim. Shishkani to'pladik, bu daraxtdan shishka tushmaydi-da. Kimdir buni yig'ib olib kelgan shaqa. O'ynash uchun topag'im. Aytlar o'sha mana archalarni ham tagi o'sha normal bo'ldi. Boya aytib ko'rsatgandim. Hozir mana shu yonga borib to'plasam bo'ldi. Keyin tavxona. Mana hozir bizda tavxonani ahvoli sal undaroq. Endi bu yer tozalaymiz. Nol 5 qildim, qani. Mana chotga arava o'sha yerda turadi. Endi biz ikkinchi missiyaga ketdik o'sha. Ikkita ishni qildik bugunga. Yana bizni bugunga plan qilganim mana katta zinani yuvish. Keyin bu yerda bitta mashin bor. Aytdi. Hozir esi mana yoqqa suv sepib mana yoqda ham bir yuvib tashlayman. Bu yoqda ertaga yuvaman. Ertadan keyin yuvaman bu yoqda. Ana yoqda yuvish kerak, toza qilib. Daraxtchalar kechqurunlarga suv quyiladi. Mana mashinda avtob ketgandan keyin buni yuvaman. Hozir avtobda yuvsam dabdalabida. Usti ham bir qaricham bo'libdi shuni. Endi esa lesninsani yuvamiz. Ketdik. Вообще 5 ta tuxum bo'ldi. Endi obedchani aslida yengilgina qilib olsak. Ana batafsil qo'yib damda turib ishni qilaveramizda. Quyosh ham sharaqillab chiqib ketdi.
Mashina sotib endi esa ko'ring videosini. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Mustard on a beat, bro, deep boat in rap. He a freak though, man down, call like ambulance. Tell him breathe, let them boys to the cross, they walk around like thieves. What's up with these Japonio? Trying to see Compton. Endi asta tavoqchani qamaymiz. Bo'yamayki mana to'dalib ketgan musulmon nima qilish ekan. Ana shu chiqatda chiporcha. Qamasak, ertalab qo'yaveramiz yana. Endi gullarni sug'ursak, daraxtlardan havo isyapti, buni ham masalan suv ichishga tushganda ana gullar birinchi nima qilay? Qurisa, mani quritallavam. Endi ishchalarni qilib bo'ldik. Choyni ichib nimalarni damini olamiz. Ne yazlar? Bunga limona kunam o'tdi. Bilmiyorum bu video neçe minutlik bo'ladi. Kamida yarim soat yaqin 20 minutdan ko'p bo'ladi xudo xolasa. Bemalolda choyni damlab zerikmasdan ko'rasiz. Endi birinchi marta bunaqa ko'pidan ishlashni videoni qo'yishim. Harafat 1 minut 2 minutlik qo'yardim tamom. Endi buni hozir qanday o'rganish shunaqangi videoni ko'rsatyapman. Bitta kadrchalarni mayda-mayda qilib olishim bo'lib ketgan, o'shaning uchun bugun uzun bo'lib ketadi. Mayda-mayda qilib olaversa, o'shaning uchun bitta qo'yib qilib, shuni ichidan narezka qilib kelsiga yana ikkita video chiqarishim kerak. TikTok'im bilan Instagram'ni qoldiraman. O'tib ularga ham podpiska bosib qo'ysalar kuzatib yurasizlar. Live videolar chiqib turibdi. Live ham prostaga ishimni qo'yib yuribman. O'zim esdalik. Bunchalik arxivlar ham yaxshi kasbini qilib shunday qiziq shu ham ekan. Sog' bo'la, salomat bo'la. Sizlardan Mirziyoyev Halimjon bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.